Mana jahon chempionati bo'lyapti-ku. Hop. Agar o'zimiz O'zbekiston yutadigan bo'lsa, yana 1 million tushib beraman. 32 million otangizga so'mga xayr kamini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin aka. Baraka topishadi. Qarang. Akalar xudo xolasa sifat sorti ideallaridan topib qo'yganmiz. Like bosib, videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib tursizlar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Hop, manzillarimizga yetib ketamiz akalar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Soroy qishlog'i Shovon mahallasidan o'sha arzonchi xalq tanigan akalar. Hop, mana bunday ko'chat buqayib kelib, trendda yurgan Nurmuhammad akamda mini fermasidamiz akalar. Bugun hafta kuniga seshanba 23-iyun 2026-yil akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Mana bunday simental buqolaman degan tanish bilishlarga aka videoni jo'natib qo'ying, xudo xolasa manfaatlaring tegib qoladi degan umiddamiz. Hop, videoni ko'p cho'zmaymiz, xudo xolasa akamni o'zlariga yuzlansa, qo'llaridan kelgancha chiroyli qilib narx-navosini yoritib bersalar, masalan, maqsadga muvofiq bo'ladi deyman mana bu hujjatni. Assalomu alaykum. Boshqachamiz degan. Mana Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Har doimgidek kichkina iltimos. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Mana kanal olganda, sotganda kerak bo'ladi. Mana molingiz bormi? Bozorga olib chiqmoqchimisiz? Mana kanalni ko'rib turing. Ko'rasiz, mana mol, ha, mening molim mana ekan deb solishtirib sotaverasiz, aldanib qolmaysiz akalar. Eng muhimi. Xudo xolasa. Akalar, mana like bosib turinglar. Bu qarang, gibrid variantidan. To'g'ri gibrid olaman degan akalarga. Boshqacha narsa ekan lekin. 81 ekan 80 plyusga olibsiz. Bu qarang. Turishlar, qarang, qulog'ini keltirib turibdi. Ay jonivor. Hop, hurmatli obunachilar, bo'ylari 80 sm ga olaverasizlar. Mana olib maza qilsin. Orqa boshlari, oyoq qo'llari polvon mana o'sha. Nima bo'ladi? Topsangiz arziydiganda hali uyda moling bormi? Ertaga kelajagi ham bor narsa katta bo'lganda ham mana bunday uyingizga kirganda o'g'lingizda moling bormi desa, borday bo'ladigan mol bo'ladi, xudo xolasa. Lekin kelajagi kamaga 70 millionga sotasiz, yetkazsangiz o'g'liga. Inshaalloh, xudo xolasa. Kelajagi bo'lsa. Mana 11 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab xayr kamini qilib yetkazdirib beramiz. 11 million 500 ming so'mga. Joningiz omon bo'lsin. Olsin, baraka topadi, xudo xolasa. Bo'ladigan bola boshdan ma'lum deydi-yu. Boshqachadan lekin o'zimga ham yoqdi mashmol. Mana 91 ekan. Xo'p, navbatdagi partiyalarimiz akalar 91 sm bo'ylari, orqa boshlari aka. Boshlari ham janob. O'zini maqtaydigan mollar, xudo xolasa. Mana bunisini ko'ring. Mana ikkinchisi, mana uchinchisi, mana shu. Uchinchisi shved parolasiga mana shu. Tab chiqib ko'rsatib qo'ygan mashmollarni. Mana qarang. Mol uzunligini ham ko'ring. Mana buni ko'ring. Orqa korpuslari ham. Mana oq quloq, oq tumshuq degan akalariga mana peshonasida oqi bor. Anagisidan oyoq qo'llariga ham. Oyoq qo'llariga e'tibor bering, istagan tuyoq akalar. Oling, baraka topasiz. Xo'p. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa imkoniyat bo'lsa, uchalasini bir joyga oling. Uchalasi ham bir-biridan qolishmaydigan narsalarga o'qiring. Jonivorlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. 90 plyusdan olsin. 90 plyusdan. Ha. Mana qarang. Uchalasini bir joyga oldim degan akalarga. Hop. 14 million so'mdan xayr kamini qilib beraman. 14 million so'mdan. Ha. Lekin tanlab olaman desa 14 million 500 ming so'mdan xohlagan tanlab olasan. Otangizga rahmat. Obunachilar, Alloh xolasa 14 million so'mdan bir joyga bo'lsa, chiroyli qilib xayr kamini qilib beriladi. Yo'q, mening imkoniyatim yo'q. Men bitta olaman, yo'qsa men ikkita olaman deganga, yoqqanini 500 ming so'm pul olaverasiz. Mana. Ataklagan aka, uchalasini bir joyga oldim deganga chiroyli qilib xayr kamini qilib berasiz. Mayda juda qilmayman, chiroyli qilib o'tib beraman. Otangizga. Endi mana eda. Xo'p, endi mana eda aka, olapar variantlari 95. Lekin korpusi bir xil ekan janivar orqa boshlari. Qarang, oldi buni mana qarichim ana yetyapti. Qarang. Qarang. Yelkan kengligi. Qarang, bir xil pashti janivarni. Mana ertaga bir narsa bo'ladiganda, xudo xolasa. Xo'p, Nurmuhammad aka bular sistemda buzolmasa aka? Yo'q, sistemda emas. Ot yedi yeb ichishiga bir hafta garantiya bor. Lekin akalar, kichkina iltimos, mana uni pulga olyapsizlar. Mana bir hafta garantiya berganda molni issiqqa, jazzaqqa baylab qo'yib, xohlaganda suv berib, xohlaganda o't berib, bir hafta garantiyasi bor deb bizni ham kuydirmanglar akalar. Mana imkon boricha chiroyli qilinglar. Biz ham chiroyli qilib beraylik. Mana jonivorni sizlarga yaxshi niyatda beryapmiz.
Mana ertaga kamida mana bizdan 10 million, 20 million foyda qiling. Ertaga yana mol oling. Yana Kimdan o'zingiz olsangiz ham bitta mendan olganda emas. Kimdan olsangiz ham oling, baraka topasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar Xudo xolasa Xudo xolasa chorvada mana 98 ekan. 98 sm. Ha, 95 pilisdan olishsin. 95 pelisda. Ha. Uchalasini bir joyga oldim degan akalarga 15 million so'mga xayr kamini qilib beraman. Tanlab olaman degangacha. Tanlab oladiganga ham 15 milliondan olsin. O'sha narsa. O'sha narsa. Joningiz sog' bo'lsin. Bir joyga olsin. Baraka. Endi qarab turing. Mana shu yerda mana kichkina O'pni qo'yib berasizmi? Mana birinchisi. Hop, birinchisi. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana uchinchisi. Mana to'rtinchisi. Mana beshinchisi. Mana 6, mana 7. 7 tasi. Bir joyga. Yettittasini bir joyga oldim degan akalarga. Qarang, bu o'rtadagini uchalasini bir joyga 14 milliondan qo'ydimmi? Hop, Mana 7tasini ham bir joyga 14 milliondan olinsin. serios. Seryozni bir joyga olinsin, xayr kamini qilib beraman. 14 million so'mdan. 14 million so'mdan olinsin. Aka, hozir monomonlar ham ketyapti, lekin 15 milliondan qo'yganimiz. Vashi ham ketadi. Olinsin, maza qilinsin. Otangizga rahmat. Bir joyga mashindan bag'ini shuni olinsin. Bittada like deb bosib, obuna bo'ldim desin, yana chiroyli qilib xayr kamini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar Xudo xolasa 7 dan biri Xizr deydi-yu. 7tasini bir joyga oldim deganga 14 million so'mdan chiroyli qilib xayr kamini qilib beriladi aka. Xayr kami bor, behayr emas. Dastlabkasini xayrgacha qilib beramiz. 7tasini bir joyga oldim deganga. Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiyda ag'i kelishilgan holda. Kelishilgan holda bo'ladi aka, Xudo xolasa. Vodiyda ag'ini toshi, tarozi o'zimiz tarafga og'irrog'ini olib yetkazdirib beraveramiz. Otangizga rahmat. Obunachilar telefon qilishga shoshilaverasizlar. Xo'p, endi aka sement aldi. Sement oldi, tozasi. 100dan. 100 talasi. 100 talasiga garantiyasi bor, mana. Xo'p, doktorlari bo'lsa bemalol aka aniq olishaveradi. Agar mobodo ota-onasini ko'rsatib, kelsa ota-onasini olib borib ko'rsataman. Ya, malades aka, lekin uncha-munchasi ham gapiravermaydi bu gapni. Nimaga? Firmadan olganman. Tanigan bilganlar biladi. Mol, lekin juda beg'amon. Qo'llarni polvonligiga mana e'tibor berkitasiz, qarang. Ay, joning sog' bo'lgin. Qora ko'z. Mana olib maza qiladiganda. Mana 35 demaymiz. Hop. 33 millionga chiroyli xayr kamini qilib beraman. 33 million so'mga. 33 million so'mga xayr kamini qilib beraman. Telefon qilsa chiroyli qilib ham berasiz. Ishi bitadi. Ay, joning sog' bo'lgin, ko'ring. Sandal bo'lib ketgan, sandal bo'lib. Farqi bor akalar. Telefon qilsin, telefon qilgan odamni Xudo xolasa ishini bitiraman. Yurjinim, u yelkani kengligiga mana yoqda e'tibor berib ketasizlar aka. Mana yosh oilaga 4 oylik. Shoxlari kuydirib, tayyor ali qilib qo'yilgan. Olib borib boqilsa bo'ldi ekan. Boqib, shu sababini qilsa bo'ldi. Xudo xolasa baraka topadi. Agar yana 1 million tushib beraman. 32 million so'mga xayr kamini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin aka. Baraka topishadi. Qarang, har doim mana kanalingizda sizda ham qo'ydim. Har doim bitta molda o'zini puliga qo'yapman. Va'da qilib qo'ygan gapingiz bor ekan. Va'dam bor. Mana har doim kichkina tarafdan, o'rtancha, kichkina qilib o'sha tarafdan qo'yaverdim. Endi ba'zi akalar aytdi, har doim mayda qo'yapti, ana qo'yapti degani uchun mana endi yiligidan qo'yib berasizmi bugun? eng kattasini tanladim. Joningiz sog' bo'lsin. Like bosib qo'llab-quvvatlab. Hoy jonivar. Metrda qo'yganlarga qarshi kelyapti darrov. 1.8 ekan. 1.8. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu molimiz buzoq emas. Buzoqdan chiqib o'zi paltarashkaga harakat qilayotgan bu. Qarang. Realni qarang. Voy jonivor. Oyoq qo'llarini polvonligiga ekan buni. Mana yosh oilaga 5 oylik. 5 oylik. Lekin katta molni haligisini berib bo'lganda mana. Go'ydovosh aka, ishonavering, uncha-muncha katta molg'idan beradi lekin. Orqa korpuslar. Ana buni qarang. Haqiqiy haligida. Yelka kengligi, bel kengligi alohida e'tibor berib ketamiz. Mana uni akalar olsin. Necha pulga beramiz aka? O'sha o'zini olgan pulingizga beramiz aka. Mana uni 22 million so'mga shu bugun shu barakasi bo'ldi. 22 million so'mga dastlabkani o'zlari qilib olishadi, olib ketishaveradi. Agar mabodo aka jo'natib ber, dastlabki pulni beramiz deysa, jo'natib beraverasiz. Beramiz. Imkon qadar klientlar taraf bo'lib jo'natamiz. Masalan, mana olarganda 500 mingga yo 600 ming qilmaymiz. Imkon qadar 100 ming, 200 mingga uylariga yetkazib borishga harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, Xudo xolasa mana shu fe'lingiz, mana shu haligingizda Alloh taolo umringizni uzoq qilsin. Xudo xolasa oxirigacha qilamiz aka shu haligini. Inshaalloh jonimizni tanamiz bo'lsa, rizq Allohdan,
chiroyli qilib oxirigacha qilib beraman. Yana bitta So'z gapingiz berdim. bor edi aka. So'zingizni bo'lib qo'ydim. Xudo xolasa 15 ta, 20 ta olib kelib, 20 ta olib kelgan kunim ikkita qo'yib beraman degan Ikkitasiini gapingiz qo'yib bor, beraman. a? So'zim so'z, Xudo xolasa Alloh qodir qilsin o'sha kunga. Xudo xolasa. 20 ta olib kelgan kunim 20 ta mol qo'ysam, ikkitasini o'zini puliga qo'yib beraman. O'shanda Xudo xolasa, o'shanda ham zo'rini qo'yaman. Joningiz sog' bo'lsin. Amin. O'zimga mashina o'zimga boqaman deb olganday qilib olaman. Akalar mashina olib boqsin, 22 million so'mga olsin, lekin baraka topadi. Xudo xolasa. Baraka topadigan narsa. Inshaalloh laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana kanal olganda, sotganda akalar kerak bo'ladi. Xudo xolasa. Aldanib qolmaysizlar. Obunachilar Har doim novvos olib kelyapman. Asli xunojim men ishim emas. Hali kimdir yana ko'rib xunojimga o'tibdi demasa, prosta akalar har doim so'raganini sababi ikdona mana halingi assortimentga olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa akalar, orqasi ingichka. O'zi yaxshi tushunmaymiz a. Orqasi past narsa emas meni. Ha. Mana 88. Buni korpuslar xuddi novvosda olganda olganmiz bular. Lekin haqiqatan uncha-muncha novosdan keyin qilmaydi, qolishmaydi. Qolishmaydi. Hamma yo'q kelishgan, saqichini chaynab turibdi. Yosh o'yligi ham o'ta yoshda, mana shoxni qarang qimillashini. Mana qimillab turibdi akalar. Jonim. No'xatda sal qattiqroq chersangiz ham chiqib Chiqib ketib qoladi. Mana 9 million 500 ming so'mga chiroyli xayr kamini qilib beraman. 9 million 500 ga. 9 million 500 ming so'mga chiroyli xayr kami bor. Otangizga rahmat. Obunachilar Xudo xolasa 9 million 500 ming so'm telefon qilsangiz chiroyli qilib xayr kamini qilib berishadi. Biri 3 ekan. Biri 3. Yirikroqdan olaman degan akalarimizga. Yirikroqdan olaman degan. Joyimiz sal torligi uchun Xudo xolasa aka bular beyda ham to'g'rilaymiz aka. Sekin-sekin da endi. Sekin asta, musulmonchilar asta deydi. Ay joning sog'. Mana uni olsin, sigir yo'nalishida. Xudo xolasa mana qarang. Oq quloq, oq tumshuq deganlarga mana. Shular ya. Mana 11 million demaymiz. Hop. 10 million 500 ming so'mga chiroyli xayr kamini qilib yetkazib beramiz. 10 million 500 ming so'm. Ha, bittadan laykni bosib qo'ying. Sizlarga mana aytaman har doim olganda sotganda mana kanal kerak bo'ladi, tagalar. Otangizga rahmat. Obunachilar Xudo xolasa ekran qarshisidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib savdoni bitirib beradilar akamiz. Xo'p, Nurmuhammad aka bugunga shular aka. Bunga shular, akalar har doimgidek laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Qo'ldan kelgancha arzonroqda qilib berishga harakat qilamiz. Yashang aka. Rizq Allohdan, Xudo xolasa akalar. Kamida mana sementaldan 28 tadan bo'lsin laykni bosib qo'yinglar. Otangizga rahmat. Obunachilarda kamida shu 28 tadan bo'lsa kamiga rozi emas biz ham. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar Xudo xolasa akamni haqqiga duoni qilib astaydil haligi xush-quvvat qilib so'rab turasizlar. Keyingi videoyimizga 20 ta olib kelsalar Xudo xolasa aka ikkitasini o'zini puliga qo'yib beraman deb mana bu videoyimizda ham gapirdilar. Aka nima deymiz? Savdoyingizga, umringizga, rizqingizga Alloh taolo barakasini bersin. Rizqiga Alloh barakasini bersin. Har doimgidek bittadan laykni bosib, hali ham obuna bo'lmadingizmi? Obuna bo'lib qo'ying aka. Mana kanal kerak bo'ladi. Odamga yaxshilik qoladi xolos. Bittadan laykni bosib, obuna bo'lib qo'ying aka. Tushunarli. Obunachilar Xudo xolasa shu bilan biz video roligimizga yakun yasaymiz. Videoda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, yana bir bor uzr so'rab qolamiz. Laykni bosib, maksimalni podдержка qilib turaverasizlar akalar. Biz videoga yakun yasaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka.